Bismillahirrahmanirrahim. Bir keç gündüzki mingdan ortiq sunnat. Xalat Hüseynan. Tarjim qiluvchi Abdullah. İslam Ovozi nashriyoti. Kirish so'z. Barliq hamdu sanolar bandalarga nihoyat mehribon, cheksiz mag'firat qiluvchi, karamlik, qudratlik, qalb va ko'zlarni o'zgartirib turuvchi, oshkora yoshirin ishlarni bilib turuvchi Allohga xosdir. Allohga atigan oqshomlarda har doim hamd aytaman. O'z sahibini do'zaxdan qutqizgan so'z bilan guvohlik beramanki, Allohdan boshqa hech bir haq iloh yo'qdir. U yakkagonadir, hech bir sheriki yo'qdir. Yana shundoq guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning tanlangan payg'ambaridir. Oxirida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oila tavobatlariga, ayollariga izzatlash va hurmatlashga loyiq bo'lgan sahobalarga toki qiyomatgachilik Allohning doimiy rahmatlari bo'lsin. Maqsadga kelsak, musulmon kishi atagandan kechkishi bo'lgan o'zining kundalik hayotidagi ish-harakatlari va so'z faoliyatlarining hammasini Rasulullohning sunnati asosida tartiblash uchun ko'ngil bo'lishga tegishli eng muhim ish bo'lsa, Rasulullohning sunnatiga amal qilishdir. Bu haqda Misrlik Zunnun degan kishi mundoq degan: Banda o'zining har bir amalida Allohning suyumli payg'ambari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning axloqlari, ish-harakatlari, buyruqlari va sunnatlariga haqiqiy ergashishi bu bandaning Alloh taoloni haqiqiy yaxshi ko'rganligining ifodasidir. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tgangi gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Hasan Basri rahimahulloh mundoq degan: Kishilarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashganligi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rganligining ifodasidir. Haqiqatan mo'min kishining darajasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashishi bilan o'lchanadi. Sunnatni o'ziga qancha ko'p tatbiqlagan sari Allohning dargohida texmi hurmatlik va yuqori martabalik bo'ladi. Shuning uchun men mushu qisqagan tadqiqotni musulmonlarning realligi, kundalik turmushi, ibodatlari, uyqusi, yeb-ichishi, kishilar bilan bo'lgan muomalasi, tahorati, biror o'ringa kirib chiqishi, kiyim kiyishi va uningdan boshqa har bir ish-harakatlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatini o'zgartirish uchun to'xtab chiqdim. O'ylanib maqing, agar birimizning pul milidan bir qism mol tushib qolsa, uni izlab topgan qadar tirishgan va ko'p qilmagan bo'ladiq. Lekin hayotimizda nurg'ulg'an sunnatlar tushib qolyotidi. Biz bu sunnatlarni hayot realligimizda tatbiqlash uchun tirishib boqdikmi? Tushib qolganligiga qayg'urib boqdikmi? Bizning sunnatni ulug'lagandan bakarak dinar dirhamlarni ulug'laydigan bo'lib qolganligimiz hayotimizda biz uchrayotgan musibatlardan biridir. Agar kishilarga kimki biror sunnatga amal qilsa, uningga pul mol beriladi deyilsa, amal qilingan sunnatning har biriga pul beriladiganligi uchun kishilarning atdegandan kech kishi bo'lgan barliq ishlarida sunnatni tatbiqlashga rasman bo'lganligini uchratgan bo'lardingiz. Ey inson, sen qabringga qo'yilib, ustingga tuproqlar tashlanganda pul mol sana nima foyda beradi? Alloh taolo mundoq deydi: Bal tu'sirunal hayatid dunya val akhiratu khayrun va abqa. Sizlar dunyo tirikchilikini ortiq ko'rsizlar. Oxirat yaxshidir va boqiydir. Mazkur tadqiqotimizdagi bu sunnatlar bir kech kunduzda takrorlanib turadigan, har bir kishi uni qilishga qodir bo'laoladigan, qilg'uchiga savob beriladigan, tark etkishi jazolanmaydigan sunnatlardir. Agar har bir shaxs kundalik sunnatlarni tatbiqlashga erishgan bo'lsa, bir kunlik ish faoliyatlarda mingdan ortiq sunnatlarni tatbiqlash imkoniyati borligini uchratasiz. Mazkur risola bir kundagi mingdan ortiq sunnatni tatbiqlashning eng oson vositasidir. Agar musulmon kishi bir kech kunduzda 1000 sunnatni tatbiqlashga erishgan bo'lsa, albatta bir oyda 30 ming sunnat bo'ladi. Undaqda mushu sunnatlarni bilmagan, bilsimi amal qilmagan kishi qarab boqing. Bu qanchalagan daraja va yaxshiliklarni qo'ldan berib qo'ydi va ulardan mahrum qoldi. Bu sunnatlarni lozim tutishning foydalari. Birinchi, Alloh taoloning mo'min bandasini yaxshi ko'rishining darajasiga yetish. İkinci,
Farzlarda sodir bo'lgan kamchiliklarni to'liqlash. 3. Bid'atga tushib qolishdan saqlanish. 4. Allohning buyruqlarini ulug'lash. Ey islom ummati, payg'ambarlarning sunnati haqida Allohdan qo'rqinglar. Hayot realliklarida sunnatni tirildiringlar. Bu sunnatga sizlardan boshqa yana kim loyiq? Sunnatlarni tatbiqlash Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mukammal yaxshi ko'rishining dalilidir va Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga rasullik bilan ergashishning alomatidir.